majburiyat bilasizmi? Shunaqa totliki, u shunaqa tabiiyki, istaysiz va tabiiy berasiz, ya'ni yukdan bermaysiz. Va shuni yeyuvchilar ham topiladi, chunki sizni o'sish majburiyatingiz bor-da. Majburiyatdan sizdan oshib-toshib chiqib ketaveradi. O'zingiz bilmagan holda ularga xizmat qilasiz. Yur, oyog'ini tozalaysiz, boshini silaysiz-da, tafayman bilan yur. Bu yoqda susam bil bor deysizda, olib ketgingiz keladi. Ya'ni o'zingiz tura olmaysiz. Men shunaqa mahkum bo'ldim shu ilmni berarkan, bu majburiyatga ham mahkum bo'ldim va bu juda chiroyli mahkumlik. Chem muammolarga mahkum bo'lishdan, chem eski dardlarga qullikdan, chem juldirboqi fikrlarga mahkumlikdan bu zo'r narsa. Bu o'z ilmingni yedirish zavqi va yermikin xuddi ona ovqatim yoqibdimi deb bolani og'ziga qarab turadi-ku. Meni holatim shunaqada aslida o'quvchilar bilan hazm qila oladimi? Bilasizmi, meni shu eng quvontiradigan narsa o'sha narsa.